Bunchip Saba. Iltimos, menga ayt, agar shu yerda bo'lsang. Hujjatlarga ko'ra bizning sinfimizda 20 ta o'quvchi bor. Unda nega bizda 21 kishi bor? Bu degani noma'lum odam oramizda. O'sha odamni esa faqat o'qituvchimiz ko'ra olardi. Demak, qandaydir sharpa bormi? G'ayriodatiy voqealar davom etmoqda. Bu odamning qo'lidan kelmaydi. U yerda sharpa borligini aytdim-ku. Qon. Sirli sinf.